Vatanimizning turli joylarida va turli yo'llarida, dalali maydonlarda, cho'llik maydonlarda xalqimiz talabiga muvofiq xizmat qiladigan bu modelimiz, bu yangi modelimiz qisqacha obzorini qilib beraman. Qadrli kuzatuvchilar, bu modelimiz 1,5 tonna yuk oladi. Bortimizning razmeri 220 ga 135. Balon razmerlarimiz 12 ga 5 lik bo'lib, bu modelimiz oldi tomondan alohida e'tibor berishlarini so'rayman. Farasi ikkita fara 3 xil diapazonda yonadi. Bu modelimizning vilkalari 63 lik va orqasidan dapanli dugalar qo'yilgan. Bu modelimizning kabinka qismiga e'tibor qaratishlarini so'rayman. Kabina ichkarisidan magnitofon kolonkalarimiz mavjud va juda go'zal displey joylashgan, qadrli kuzatuvchilar. Displeyda tezlik ko'rsatkichimiz, benzin qoldig'imiz, motorolni soz va nosoz holati 100% ko'rinib turadi. Benzin bokimiz 22 litr benzin oladi. Rasxodimiz 100 kilometrga 6 litr. 250 объем dvigatel. Akalar, bunga baho berib qo'yasizlar, injektor hisoblanadi. Haydovchilarimiz uzoq yo'lga charchamasdan yetib olishlari uchun figuralik sidenyalar joylashgan va yonida udob sidenyalari mavjud. Bu udob sidenyani pastida zaruriy ehtiyojlar uchun asbob uskunalar saqlasanglar bo'ladi. Bu modelimizda, qadrli kuzatuvchilar, понижение, повышение передаchalarimiz mavjud. Bu modelimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun bu video ostidagi telefon raqamlaridan yoki Telegram, Lochin, Moto botlaridan olsalaring bo'ladi.